Har doim kuyov topadigan opalaring. Stop! O'zingga qo'yib berdik, topmading. Hammamiz bir opa bo'lib, senga er topdik. Hamma o'zini variantini ko'rsatsin. Mana meniki. Sahiyev, akkuratniy bola. Bu Achi bo'ladi, sen Babi bo'lasan. Yonida xunukliging ham bilinmaydi. Opa! Bo'lmaydi be. Sahiyevmish, qatdan bilasan, kim xasisdir. Bu vashi babnik-ku. Yuzidan bilinib turibdi. Opa, nechta qizni mana shunday quchoqlab rasmga tushganini ko'rganman. Bo'lmaydi. Undan ko'ra mana Bobur Mansurov turishini qarang. Akshay Kumarga o'xshaydi. Yonida Katrina kayf bo'lib yurasan Gollivudlarga borib. Menga qara, sen singlimizga do'stmisan, dushmanmisan? Umrini musirkada chiritmoqchimisan? 5000 so'mga zor bo'lib yashasizmi? Voy, opa, bu xarobadan chiqqan millioner o'g'il. Shoshmanglar. Mitimiga teya qolsin. Ey, biz bunga er qidiryapmiz, o'g'il qidirayotganimiz yo'q. Bo'ldi. Opa, menga er qidirguncha o'zinglar erga teginglar. Meni sevganim bor. Kim? Tanishing, sevgilim Xoliqjon. Voy, opa nimadir deydi tez. Tez. Men senga aytgandim-ku, bu 3 yoshida qattiq yiqilgandi. O'shanda hech qaysing ishonmaganding. Bo'ldi, muhabbatimizga qarshi bo'lmanglar.